professionalsan AI bo'yicha boshidan kirib boshqa yoqdan chiqib ketib qolasan-da, to'g'risini aytganda. Ham bitta yozamiz, qaranglar. Ikkinchi sekundda nima rasm qo'yishingizga har birini bilishingiz kerak. 2005-yilgi tushunasizlarmi? 2005. Price Hub degan yo'nalish, BMG Drive degan yo'nalish, yana chala savod, yana shu chala savodlarga murojaat qilaman youtuberlarga. Nima desa, yechim qildik. O'zing ko'rib chiqding, ilovamizni. Aqlli bo'lish kerak. Aqlli odam yalqov odam bo'ladi-da. Yalqov odam eng oson yo'lda qidiradi. YouTube'ga o'rgatish. Savol berishingiz kerak. Parchalarga bo'linadi. O'zbekistonda monetizatsiya bo'lganida edi, 0.50 sentdan boshlab 1,5 dollargacha pul to'lagan bo'lardi. Akkaunt yurishi yurmasligi 4-5 kunda aniq bo'ladi do'stlar. Lekin bu videolarni ko'rgandan keyin tanlov o'zingizdan salomat. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bu videomiz butun O'zbekistonga manfaati tegishligi uchun yozyapmiz va ko'pincha chala youtuberlar bor. Hozir tarmoqda bilsanglar, mana bunaqa darsligimni olinglar, bunaqangi darsligimni olinglar deb turib, sizlarga o'zini ideologiyasini singdiradigan, o'zini psixologiyasini singdiradigan, lekin internet tarmog'i shunaqangi joyki, kimni ekran ortida nima deyotganligini bila olmaysiz, sizni u aldayaptimi yoki sizni pulingizni shilyaptimi. Bu narsaga stop qo'ymoqchimiz do'stlar. Bugundan boshlab YouTube sohasida o'zimni boshchiligimda 1 yil oldin shu O'zbekistonga kelib turib boshlabman shu sohani va o'zim ideologiyamni singdirishni boshladim. Masalan, akkauntni qanday ochishdan boshlab to monetizatsiyaga chiqish. Lekin bundan oldingi insonlar bordi, lekin hozir sekin-sekin qaytishni boshlayapti. Bizani singdirgan ideologiyamizni olib turib o'zligiga burishga harakat qilishyapti. Bunga cheklov qo'yish kerak, stop qo'yish kerak va bugundan boshlab mutlaqo yangi bilimlarni bermoqchimiz. Shu bilimlar bilan hozir sizlarga tanishtirib chiqaman. Birinchisi bu avtomatizatsiya do'stlar. Shu paytgacha bilsanglar, qo'l mehnat bilan videolarni taxlash kerak edi. Bir 10 minutlik videoni taxlash uchun 3 kun, 4 kun, 5 kunlab vaqt ketardi. Endi o'ylang. 5 kunlab vaqt ketgandan keyin siz haftasiga nechta video qo'yasiz YouTube'ga? Aslida YouTube'da yaxshi yurish uchun haftasiga 3 ta 4 ta video qo'yish kerak. Lekin eng zo'r rezultatlar kuniga bittadan video qo'yganda 10 minutlik videoni siz bir kunda taxlay olasizmi degan savol. Biza yaratgan avtomatizatsiya ilovamiz bir kunda sizga 10 ta ham 20 ta ham video taxlab beradi. 20 minutlik, yarim soatlik to 1 soatlik videolar bo'lsin, bor yo'g'i yarim soat 40 minut ichida. Xuddi shu ilovani ham bugun sizlarga ko'rsatib berib, qanday qilib foydalanish kerak, qanday qilib ishlatish kerak va bu nimada yordam beradi, shu haqida gaplashib chiqamiz. O'ylaymanki, mavzuni sizlarga qisqacha tushuntirib bera oldim va boyaga aytganimdek, tepadagi infoluttibozlar bor va shu kabi chala youtuberlar deb ataganman buni Instagramimda. Shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Qanaqangi bizani ideologiyamizni o'ziga singdirib va bu ideologiya yordamida boshqalarga ham o'zini chala bilimlarini sotib pul qilishmoqchi. Bunga cheklov qo'yish kerak. Demak, darsligimizni ochiq deb e'lon qildik. Demak do'stlar, oldimda hammanglar bilasizlar, Instagramda ko'rsatdim. Ahmad AI Idrok Instagram asoschisi. Hozirgi paytda Instagramda qancha obunachi bo'ldi? 460 ming. 460 mingta. Ahmad qancha bo'lib turibdi? 40 million edi oldingi safar. Hozir 30 millionga tushgan. 30 million, ya'ni butun O'zbekistonni hisobga olganda butun O'zbekiston ko'rib o'tirgan inson. Nimaga bu insonni hozirgi bu darsligimizga chaqirdik degan savol ko'p odamga kelishi mumkin. Yo'q, joydan hozir chaqirdi. Nimaga chaqirdi deyapti-da? Xo'sh, o'zing ham bilmaysan nimaga chaqirganligimni. Aka, o'zim ham qo'rqaman kameraga gapirishga deyotdi, lekin men chaqirib olaverdim. Tak, Ahmad qara. Nimani aytmoqchiman? O'zing ham YouTube'ga o'rganishga kelding-da. YouTube selim professionalsan AI bo'yicha, boshidan kirib boshqa yoqdan chiqib ketib qolasan-da, to'g'risini aytganda. Chaqirishimdan maqsad shuncha yildan beri, masalan, 2018 dan beri YouTube bilan shug'ullanib kelyapman. Mana 2026 gacha polni qo'li bilan terib chiqqanmiz-da. Ya'ni qo'li bilan terib chiqqan deganda g'isht terganda emas. Qo'li bilan terib chiqish deganda kompyuter yordamida, masalan, u mavzuni bu yerdan olasiz, bu internetdan olasiz, zvukini boshqa joydan olasiz va har birini montajda terib chiqishingiz kerak-da siz. Tam CapCut bo'lsin yoki tam Premiere Pro bo'lsin, nima bo'lgan taqdirda ham qo'l mehnatida. Bitta videoni taxlash uchun qarab, sen avtomatizatsiya saytimizni hali ishlatib ko'rmading, to'g'rimi? O'zing 10 minutlik tarix yo'nalishi deymiz-da. Tarix yo'nalishida 10 minutlik videoni necha daqiqada chiqarib bera olasan? Yoki necha kunda, necha soatda? 1 kun 2 kun vaqt ketadi. Unaqa tarixiy uzun yo'nalish, uzun videolarga 1-2 kun vaqt ketadi. Vot shu ketma-ketligi hozir birinchisi og'zaki tushuntirib bera olasan. Masalan, aytaylik, tepada bitta video chiqaramizda, tarixiy video deymiz-da. Xuddi shu tarixiy video 10 minutlik primerda-da. Shu 10 minutlik videoni boshdan oyoq professional darajagacha yetkazish uchun nimani bilish kerak odam? Shu ketma-ketlikni bilish uchun ko'p odam o'ylar ekan, hozir YouTube'ga kirdim-u, birinchi haftadan o'zida millioner bo'lib ketaman deb. Lekin unaqa narsa yo'q-da. Millioner bo'lib ketishdan oldin siz sababini qilib qo'yishingiz kerakki, чтобы tam videoingiz chotga chiqishi uchun-da. Ana shu chotga chiqishi uchun hozir sizga ketma-ketlikni qo'lda qanaqa tersa bo'ladi, shuni tushuntirib beradi. Birinchi biza nima mavzu qilishimizni yozib olamiz. Keyin sun'iy intellektlar bilan uzun necha minutlik video xohlayotgan bo'lsa, hammasini ssenariysini yozib olamiz.
Ya'ni shu joyda bitta to'xtab o'tib ketaylik-da. Yozib olamiz deganda, bloknotga yozib olamizmi, telefonga, zametkaga yozib olamizmi yoki tam Gemini aytaylik, tam GPT ga yozib olamizmi degan narsada ahamiyat bermaysizlar. Boya aytdim, ozgina cho'chiyapti, qo'rqyapti, lekin bilim degan zo'r. Farqi unisini men Telegramga yozib olaman. Hatta ChatGPT bilan qilsa ham bo'ladi. Demak, yozib olamiz deganda, masalan, aytaylik, tarix bo'yicha ma'lumotni birinchi yig'ib chiqamiz. Masalan, videomiz Rim tarixi bo'yicha, ya'ni ma'lumotlarni birinchi promptdan oldin bu. Promptdan oldin yozib o'taman, ya'ni menga mana bunaqa video kerak. Rim tarixini 2026-yilgi tam Yuliy Sezar qatnashgan bo'lish kerak, u bo'lgan, bu bo'lgan degan ma'lumotlar. Biz birinchi bo'lib sun'iy intellektga nima mavzu, nima haqida video qilishimizni aytamiz boshida. Necha minutlik video hammasini boshidan oxirigacha tushuntirib beramiz. Keyin u bizga ssenariy yozib beradi. O'sha ssenariy bo'yicha birinchi bo'lib rasm teramiz, keyin videoga o'tamiz. Endi qaraylik-da, zo'r joyiga keldik-da. Aytyapti, GPT sizga haqiqatan ssenariy yozib beradi. Liboy videoni olishdan oldin GPT ga yozasiz. Menga masalan shu tarix yo'nalishi bo'yicha aytaylik 10 minutlik videoni ssenariysini yozib ber. Bu nima qiladi? Sizga birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib bo'limlarga bo'lib beradi va sekundlar bo'yicha ham taqsim qilib beradi. Ya'ni bundan oldin siz lekin unga prompt zadacha berishingiz kerak. Menga videoyimni har bir sekundini xronometrajga bo'lib ber. Ya'ni birinchi sekundida nima bo'lish kerak, ikkinchi sekundida nima bo'lish kerak va uchinchi sekundida nima bo'lish kerak. Bu narsa bizga nima uchun kerak? Siz o'zingiz adashib ketib qolmasligingiz uchun. Ya'ni birinchi sekundda siz nima rasm qo'yishingiz kerak, ikkinchi sekundda nima rasm qo'yishingiz kerak, har birini bilishingiz kerak. U har biri bitta aqlanda eslab qolaverish kerak-da, to'g'rimi? Qo'l mehnat bo'lgandan keyin. Xo'p, mana bu ssenariylarni chiqarib olganimizdan keyin uje ketdi. Biz nimaga o'tamiz? Rasm generatsiya qilishga, to'g'rimi? To'g'ridan-to'g'ri video generatsiyaga o'tib ketmaymiz. Yo'q. Birinchi bo'lib rasm yasaymiz. Rasm generatsiyada qaysi sun'iy intellektni o'zing tavsiya bergan bo'larding? Вот ko'ramiz Instagramda tam normalida, ahvatli tam orasida 10 million prosmotr bo'lganlari bor, tam 5 million, 8 million bo'lyapti-da. Hozirgi paytda eng zo'ri ChatGPT rasm qilib beradi, lekin bunaqa ko'p rasmlar uchun Flow Nano Banana yaxshi bor. Ya'ni ko'p rasm deganda shu yerda ham aniqlik kiritib ketaylik. Ko'p rasm deganda kadrlar ko'p bo'lgani. 10 minutlik videoga ko'proq kadr kerak bo'ladi. Endi shu joyda ham tushuntirib o'tib ketamizda. Endi bu ochiq darsligimiz bo'lgandan keyin do'stlar qaranglar, masalan, deylik, mana biz o'tiribmiz. Bizani xuddi shunaqasiga video ko'rinishda chiqarish uchun, чтобы plavniy kartinka bo'lish uchun, plavniy kartinka degan dinamika yo'qolib qolmasligi uchun to'g'ridan ham tushirish kerak. Bizani o'ng tarafimizdan ham, chap tarafimizdan ham, tepamizdan ham har xil rakurs bo'lishi kerak. Mana shu narsa har xil kadrlar deyiladi. Shunaqangi sizda ko'p kadrlar bo'lmasa, kartinkangiz ham, rasmingiz tez o'tib ketib qoladi. Bilsanglar, perihodlar orasida sinib qolgan bo'ladi. Bu shu narsa bo'lmasligi uchun kadrlar ko'p bo'lishi kerak va kadrlar ko'p bo'lishligi uchun deyapti, Flow Nano Bananasi yaxshi do'stsiz. Shunaqa. Tak. Rasmni generatsiya qilib chiqarib oldik. Undan keyingi etap. Keyin shu rasmni ketma-ketlikni joylashtirib videoga o'tamiz. Videoga o'tamiz. Demak, biz nima qilamiz? Ssenariyimiz bor. Bitta papka ochib oldik. Ya'ni video generatsiya qilishdan oldin bitta papka ochib 400 mingta 50 millionta rasm yig'amiz. Primeri shuncha bo'ladi-da. Masalan, liboy kamerani oladigan bo'lsak ham, FPS masalan 25 kadr в секунду, ya'ni 1 sekundda 25 ta kadr deganida. Endi bu slishkim, biz kamera darajasida chiqara olmaymiz, baribir. Endi o'rtacha olganda, masalan, 1 sekundda bitta kadr ishlatganimizda ham, demak, 60 sekundda 60 ta kadr bo'lyapti, to'g'rimi? Чтоб kartinkamiz sal bo'lib, ya'ni plavniyroq bo'lishi uchun. Endi o'ylaylar, bitta papkaga siz kamida mingtalab rasm yig'asiz-da. Ana endi qiyin joyi. Ana shu yiqqan rasmingizni alohida papkada yana bitta papka ochasiz, video deb turib, har bir rasmni generatsiya qilib chiqish kerak video ko'rinishiga. Bu yerda qancha ish yotibdi? Haqiqatan 1 kun, 2 kun ketadi-da 10 minutlik videoni tahlab chiqish uchun. Endi shunga biz nima desa, yechim qildik. O'zing ko'rib chiqding, ilovamizni, shumtub degan, shumtub ilovamiz. Mana shu siz qilayotgan, qo'lda qilinayotgan, kallangizda ishlatayotgan har bir qadamingizni siz o'rningizga qilib beradi. Sizning vazifangiz faqat zadacha berish. Menga Rim haqida video yasab ber, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Promptni yozdingiz, bosdingiz va 15-20 minut ichida shu 10 minutlik videoni oldingiz. Shu haqida hozir yana batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Ahmadbek, sizga kattakon rahmat ekspertlik tavsiyalaringizni berganingiz uchun va keyingi videolarda ko'rishguncha Ahmadbekka salomat deb qolamiz. Ko'p kutilgan, uzoqdan kelgan ikkinchi ishtirokchimiz Bunyodbek. Ko'pinglar taniysizlar. Men Instagramimda juda ko'p o'z faoliyatini yurg'izadi va YouTube akademiyasida o'z faoliyatini nakrutka yo'nalishi bo'yicha, avtomatizatsiya bo'yicha, sun'iy intellekt va juda ko'p YouTube'da keng tarqagan ekosistemaning ichida yurgan insonlardan biri. Hozirgi paytda biz ishlayotgan avtomatizatsiya ilovamizni o'z qo'liga olgan va o'z nazoratiga olgan inson hozir xuddi shu avtomatizatsiyani ikir-chikirini har bir nuqtasini sizlarga tushuntirib beradi va shu avtomatizatsiya ilovamiz yordamida sizlarga video ham chiqarib beradi. Tak, demak do'stlar, hozir buni mana narsani gaplashsaydi, oldin
biz qanaqasiga qiynalib YouTube yurg'izardik-da. Shunaqa. Qaysi qadamlar bilan o'tib YouTube akkauntlar ochar edik. Shu haqida qisqacha ma'lumot berib yuborsang-da, noldan YouTube'ga kirib keldingda, hamma darslarda, hamma joyda nima ma'lumot beriladi o'zi? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hamma darsliklarda asosan bir xil narsa, bolalar yo'nalishi. Birinchi o'rinda odamni mamtiga keldida, anu Telescope degan yo'nalish, BMG Drive degan yo'nalish, GTA do'stlar. Bu narsalarni vaqt o'tyapti. Har bir narsa o'zini vaqti bilan tendensiya degan понятие bor. Tendensiya degani masalan bugun Malibu mashinasi trenddami? 1 yil trend bo'ladi, 2 yil trend bo'ladi, lekin u har yili trend bo'laveradi degan narsa emas. Odam trend bilan birga yurish kerak. Bu gaplarimni chala savod, yana chala savodlarga murojaat qilaman youtuberlarga. O'zinglar ham nimadir kashf qilinglar. Nimadir o'ylab topinglar. Bilaman, tamanu zerikib o'tiribsizlar, nima qilishni bilmasdan o'tiribsizlar, degradatsiya qilib, bundan oldin ham 1 yil oldin ham nima qilishni bilmasdan Instagraminglarni tashlab qo'yuvdinglar. Lekin nimagadir YouTube akademiyasi ochilgandan keyin birdan jonlanib ketdinglar. Mana bunaqasiga sizlarga tok iskira berganda edi. Unaqa qilish kerak emas-da. O'zingizlarda fikr bo'lish kerak, o'zingizlarda qobiliyat bo'lish kerak. Auditoriyaga yoki o'zimni o'quvchilarimga axir pul olyapsizlar, unga to'g'rimi? Pul olishadi, palon pul olishyapti, lekin berib o'tgan narsalar sifatli bo'lsin. O'g'irlangan narsa emas. Masalan, nega o'g'irlangan narsa deyman, fakti bilan keltirib beraman shu narsani hozir. Masalan, 1 yil oldin kirib keldik-yu, men atrof muhitda deb turganim chiqdim-da. O'zi asli chala savod youtuberlar nimalarni o'rgatyapti odamlarga debda. Ko'ryapman tam. O'zbekiston bozorida nimalar bor? O'zbekiston bozorida odamlar nima beryapti o'zi. Ya'ni sifatli, odamga foyda olib kela oladigan, haqiqatan uni orqasidan odam nimadir foyda topa oladigan. Men o'zimni bitta darsligimni maqtamoqchi emasman. Bizning darslikda ham masalan konversiya deymizda. Konversiya degani masalan 100 ta odamdan necha foiz odam natijaga chiqa oldi. Masalan, konversiyamiz 20-30% deya olaman. Smelo nimaga? 70% odam bu yerda o'zinglar, ya'ni maktabda ham 1 chila bo'lgan, 2 chila bo'lgan, 3 chila, 5 chila bo'lganda va bizning umrimiz o'zi tabaqaga bo'linib kelgan. Masalan, kambag'al, boy, 2 chi, 5 chi degan narsa понятие ko'pda. Bu yerda masalan YouTube darsligida ham xuddi shu narsa. Onlayn bo'lsin, offlayn bo'lsin, odam kelyapti, o'qiyapti. Bizning vazifamiz o'zimizdagi bor ideologiyani, o'zimizdagi bor ma'lumot, bilimni hammasini odamga singdirib yetkazib berish va ustida turib o'rgatish. Mana bu narsa yaxshi, mana bu narsa yomon debdi. Ana unda xuddi o'zimiz qilgan xatolarni takrorlamaslik. Misol, aka, shu ishni qilsang, misol tezroq natijaga chiqasan. Yoki ana bu ishni qilsang, natijaga chiqmaysan. Sen aytayotgan fikr xato. Sen bu yo'ldan borishing kerak deb biz o'rgatamiz-da, misol. To'g'ri. Lekin gapingni bo'ldim, uzr, ko'p odamlar shu narsani inobatga olishmaydi-yu. Masalan, biz mana narsani qilma deymizmi, lekin borib imенно shu narsani qiladi-da. Lekin bu narsa to'g'ri tajriba. YouTube'da o'ylamanglar, kirdinglar-yu, birinchi haftadan o'zida millioner bo'lib ketaman yoki tam trillioner bo'lib ketaman. Bitta narsa qo'shimcha qilib, misol bitta bizda emas, hamma joyda bu bor. Kursni sotib olmasdan, hali kurs olmagan, hali darslik, nechta darslik borligini bilmaydi. Qachon men natijaga chiqaman deydi. U noreal narsa. Kimdir 1 haftada natijaga chiqadi, kimdir 6 oyda. Misol, men o'zim birinchi kanalimdan pul yechganimga 10 oy vaqt ketgan. Men 1 yildan keyin. Men 10 oydan keyin 18 kunda kanalim pul ishlash boshlaganda, ochiqcha gap, hech qanaqa yolg'on yo'q. Xohlaganlaringiz telefon qilsalaringiz, ochiqcha aytib berishimiz mumkin nimamizda, tariximizda. Qanaqa ishlash anaqamizdan ham, darajasi ham, prinsipimiz ham kelib bemalol akademiyaga kelib ko'z bilan ko'rsanglar bo'ladi. Bizda bekitadigan narsa yo'q. Chala savod youtuberlarga o'xshab ham uyda o'tirib olib, kompyuter orqasida ham geroylik qilmaymiz. Shunaqa. Oldin yaxshilab o'rganib, misol maktabda ham alifbeni oldin yaxshilab o'rgatishadi. Keyin yozishni boshlashadi. Undan keyin o'qish boshlanadi-da. Hammasi birdaniga miyaga joylab qo'yilmaydi-ku. Fakt bilan keltirib beraman deyotgandim. Bu keltirib beradigan degan narsam bu, qara, keldik-yu O'zbekistonga o'zing shu paytda bo'lding-da. Oktyabr oyidan boshlab atrof muhitda nima darslar o'tilyapti o'zi. Boshqa kurs deymiz, lekin bizning kurs emas, bilasan. Kursni biz hech qachon atamaymiz, dars bizada. Полноценный beriladigan, mehnat qilingan dars. Qatdandir ko'chirilgan copy paste, infotsiganskiy nimadir ma'lumotlar emas. Xo'p, misol Telescope ham, BMG ham, boshqa hammasini aka o'z davri bor-da, o'z aytgandek tendensiya. Sekinlik bilan YouTube chiqarib tashlayapti. Misol o'zimizda nechta bolalar, ishlaydigan bolalar nechta kanal o'chib ketdi Telescope bo'yicha. Bu bunaqa narsada biz bu narsani o'rgatmadik emas, biz bu narsani o'rgatdik. Nima uchun o'rgatdik degan savol bor-da. Masalan, qaranglar. Boshqa joylarga borsanglar, sizlarga bitta yo'nalish o'rgatadi, shu yo'nalishni qilsang, professional bo'lasan, pul ishlab ketasan degan ideologiya bilan ishlab ketasan, u qachon? Aniq bir muddati yo'q. Bu narsa masalan davomiylik emas. Siz Telescope orqasidan 1 yil, 2 yil davomida yura olmaysiz. Bizlar nimani maqsad qilib qo'ydik akademiyada YouTube'ni o'rgatish.
yo'nalish emas, YouTube. Psixologiyasi. Psixologiyasini eslab qolinglar. YouTube'ni siz o'rganib oladigan bo'lsangiz, yo'nalishda sizda muammo bo'lmaydi. Ko'p odamlar keladi-da, aka nima yo'nalishni maslahat berasiz deb. Masalan, yo'nalish hech qachon maslahat berilmaydi, chunki har bir yo'nalishi tagida pod yo'nalish bor. Pod nisha deyiladi. Masalan, deylik mashina yo'nalishi deymiz-da. Mashina yo'nalishi ko'p odamlar o'ylashi mumkin, chiroyli mashinalarni qo'yish kerak, superkarlarni, giperkarlarni, tamanu, aytaylik, qanaqa mashinalar bor? Lamborghini, Ferrari, Bugatti qo'yish mumkin. Lekin u narsa o'sha sizda ko'rilmaydi video. Nimaga? Chunki u narsaga zapros bor. Sizdan oldingi odam professional odam o'sha yaratib qo'ydi. Siz o'zingizga savol berishingiz kerak. Men qilgan videoni ular nima uchun ko'rish kerak? Shuncha professionallar video qo'ygan paytda siz nima qilishingiz kerak? Mashina yo'nalishiga kiring, lekin mashinaning tagiga kiring sal. Ya'ni pod nishasi bor. Kapot ichiga kiringda, mashinalarni zapchasi deb masalan. Sun'iy intellekt yordamida shunaqangi videolar taxlasanglar bo'ladi. Mashina shunaqasiga qilib yurib keladida, parchalarga bo'linadi. Masalan, Lamborghini deb keladi, parchalarga bo'linyaptimi? Lamborghini detallari. Ya'ni Lamborghini motori nimadan tashkil topgan, motorning ichida nima bor, nechta ot kuchi bor, ot kuchi o'zi nima, qanaqasiga prinsipda ishlaydi, shatunval qanaqasi edi, shilib hamma narsani ko'rsatib bersangiz. Benzin qanaqa yonadi misol. Prozrachniy qilib turib bor, motorlarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu narsa haqiqatan prosmotr bo'ladi. Copy paste bilan siz prosmotr qila olmaysiz. Copy paste degani men bir qilgan yo'nalishni birga bir ko'chirib qo'yish, shablon yo'nalish deyiladi. Nimaga YouTube hozir shablon yo'nalishlarni hammasini yopib tashlayapti? Teleskop, mayloskop, tamani BMG, GTA, MT o'sha bo'lmaydi bu yo'nalishdan. Bittasi ham rekka chiqmaydi va otmaydi ham. Bunga dalil fakt bor. O'zingizlar ko'p ko'rib ko'ryapsiz. Mana screenshot, hammani kanali yopilib ketib qo'yapti. Nimaga? Chunki no original content. Original content emas. Original content degani bu nima? Sizni kontentingizda syujet borligi. Ya'ni videoni boshi bor, razvyaska deyiladi, kulminatsiya bor va zavyaska bor. Videoda nimadir matn, nimadir mantiq, nimadir ma'no bo'lishi kerak. Ma'no yo'qmi? Oddiy mana bunaqangi bijir bir narsalar yoki yosh bola o'ynab yuribdim. Bu narsa o'sha prezentatsiya formatda. Da, shablon formatda bo'lmaydi bu narsa. Shunga hozir shu narsaga o't fakt qilib qo'ydikki, boshqacha bilim beramiz. Ya'ni o'zimiz haqiqatan hozir nima bilan daromad topamiz? Muzika yo'nalishimi? Muzika yo'nalishida qanaqa daromad topish kerakligini ham ikir-chikirgacha o'rgatib beramiz. Kattalar yo'nalishdan kattalar yo'nalishni ham boyaga faktimiz esimizdan chiqib ketib qolibdi. Yana qaytdan xuddi shu chala savodlarga qaytamiz. Sani gaping to'g'ri-da. Aytosdan BMG Drive, u ham hamma yoqda bordi bu narsa. Biz bu narsani o'zimiz ham o'rgatdik va qo'shimchasiga kattalar yo'nalishiga o'tdik. Nimaga kattalar yo'nalishiga? Chunki kattalar yo'nalishida RPM ko'proq to'lanadi. Ya'ni RPM degani bilasizlar, YouTube har 1000 prosmotrga pul to'laydi. Ya'ni 1000 ta odam ko'rdimi, sizga o'zini RPM-ni chiqaradi. Masalan, O'zbekistondagi RPM 0. Nimaga 0? Chunki O'zbekistonda monetizatsiya yo'q. O'zbekistonda monetizatsiya bo'lganida edi, 0.50 sentdan boshlab $1.5 pul to'lagan bo'lardi. Mana xuddi shu narsa RPM deyiladi. Ya'ni 1000 prosmotrga sizga 50 sentdan, ya'ni 6000 so'mdan boshlab sizga 20000 so'mgacha pul to'lagan bo'lar edi. Xuddi shu narsa RPM. Kattalar yo'nalishda RPM $3 dan to $20gacha. Даже $100gacha. Даже $100gacha. Даже $100gacha bor. Yo'nalishiga qarab faqat. Shunaqangi yo'nalishlarni ham o'rgatamiz va bizani taxlab qo'ygan bugungi ko'rsatib beradigan avtomatizatsiya ilovamiz sizga xuddi shu yo'nalishdan taxlab beradi va eng qiziq joyi yosh bolalarning yo'nalishini ham qilib beradi, kattalarnikini ham qilib beradi va kichkinalarnikini ham qilib beradi. Faqat matnda zapros bersangiz, menga shunaqangi video taxlab ber deb bo'ldi. Bitta qo'shimcha qilib Telesopni tayyorlab bera olmaydi oldindan. Uni biz qo'shmaganmiz ham, uni qo'shmaganmiz. Qo'shmaymiz ham. Aynan o'zimiz chiqarib tashlaganmiz. Negaki u Telesop zo'r nisha, nega qanaqa boshlang'ich YouTube'ni bilmaydigan birinchi kun keladi, aka YouTube nima deydigan odam uchun ishlatsa bo'ladi, lekin maksimum 1 oydan keyin uni boshqa yo'nalishga o'tish kerak. Agar u kanal 1 oygacha borsa, negaki misol biz bolalar yo'nalishida ishlaganmiz, har 1 soatda bir kanalga kirib ko'rardik-da. YouTube kanali yopilib ketmadimi? Bu boshqa narsa emas. Depressiyada o'tasizda. Masalan, treyderlarni bilasizlar. Tradingda сделкаga kirgan paytda, masalan, $100, $200 qo'yib qo'ydingizda, kechasi bilan uxlay olmay chiqasiz. Ani сделкам stop loss bo'lib minusga yopilib ketib qolmasin debdi. Bu ham xuddi shu narsa-da. Bozor qanaqa yurdi? Yosh bola yo'nalishiga kirib oldingizmi? Bo'ldi, anaqa depressiyada o'tirasiz, yopilib qolmasinmikan, kanalim yopilib qolmasinmikan, monetga ulangandan keyin pulimni yech olarmikan, men pulimni yech olarmikan deb. Zachем sizga unaqangi stress? Men bitta sizga sifatli bilim berayotgan bo'lsa-da, shundan do'stlar, har qanaqangi insonlarga aldanib qolmanglar va o'zingizlar fikr chiqaringlar, kim bilan bo'lishni, masalan, qanaqangi bilim olishni o'zingizlarning qo'lingizda. Hozir esa biz sizlarga haqiqatan YouTube'da qanday qilib kanalni ochish kerak,
biz sizlarga ham noldan kanal ochishni o'rgatmaymiz. Hozir zamon boshqacha bo'lib ketdi. Chunki noldan kanal ochishni o'rgatish u Google'ga kirasan, kanal yaratasan, undan keyin uni sozlab chiqasan degan panetalar bor-da, u eskirdi, uni olib tashlaymiz. U eski shablon teleskopga o'xshagan, BMG Drive, Gitaga o'xshagan yangi narsaga o'tamiz va bu yangi narsani ham men asli o'zi yarim yil oldin darslikda berib borganman, lekin anu kasofat o'g'rilar, chala savodlar o'g'irlab turib o'zlashtirishdi. Ya'ni Stararek degan paneta bor. Stararek deydigan paneta bu shundan 10 yil, 20 yil oldin ochilgan Google pochtalar. Masalan, 2009-yili, 2006, 2007-yili, 2010-yili YouTube tashkil topgandan beri. Da, YouTube tashkil topgandan beri ochilgan pochtalar. Nimaga unaqangi pochta yaxshi? Chunki eski pochtani oladigan bo'lsangiz, o'sha 20 yildan beri yotgan, reputatsiyasi bor, hech narsani buzmagan chotki pochta. Sizga birinchi kundan boshlab rekomendatsiya funksiya berib yuborish katta ehtimoli bor. YouTube'da nimaga ko'p kanal yurmay qoladi, bilasanmi? Birinchidan, nolvoy kanal ochyotsanu, unga o'sha ishonch yo'q. Reputatsiya ham bermaydi, rek funksiya yo'q. Ko'p odamlar bilmaskan, 10 ta video qo'yib qo'yadi, 20 ta ham 30 ta video qo'yib qo'yadi, nega rekka chiqmayapti? Nimaga prosmotr yo'q deydi. Asani videoni tavsiya qilmayapti-da YouTube. Shundan u rekka chiqmaydi. Brak mahsulotda. Brak mahsulot. Bu narsani men darslikda pastayn aytib kelganman. Masalan, mana bunaqa narsada. Siz YouTube'da video ko'rishingiz uchun, prям kino ko'rishingiz uchun-da, baribir akkaunt kerakda. VIT qilasizda, o'zingizni bijir qilib bilsanglar, akkauntlar ochib qo'ygan bo'ladi odamlar. Ota-onalaring anaqasini qo'yib, e'tibor bermasdan, e'tibor beradi. Yoki o'zini ismi sharifi bilan ochib qo'yadi-da, baribir akkaunt kerakda. Akkauntsiz nihoyat ko'ra olmaysiz. Bu yerda masalan qanaqasiga bo'linadi? 10 tadan 2 ta deymiz. 2 ta akkaunt yuradi, qolgan 8 tasi yurmaydi. Nimaga? Savol. Bu qolgan 8 emasda 9 ta odam odatiy tomoshabin ular, YouTube yurgizuvchi odamlar emas, YouTube'ga video qo'yadigan odamlar emas. Odatiy misol o'g'limda ham telefon bo'lsa deylik, o'g'limning ham telefonida misol YouTube nimasi bor-da, YouTube akkaunt bor, YouTube kanali bor deganda. Xuddi o'shanda, misol nima yosh katta odam deylik, u YouTube qo'ymaydi, prosta Sherali Jo'rayevning musiqalarini eshitadi-da, menga o'xshab. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda do'stlar avtor degan paneta bor va ko'ruvchi degan paneta bor. Avtor bu biz, ya'ni kontent ishlab chiqaruvchi insonlar. Kontent ishlab chiqaruvchi insonlar anu ko'rayotgan odamlarga biz kontent qilib beramiz. Ya'ni 10 ta akkaunt ochdikmi, 10 tasi hammasi yurib ketaveradi degan narsa yo'q bu yerda. Bittasi yuradi masalan. Maksimum 2 tasi, 3 tasi yurishi mumkin. U tavakkal yurmaydi atak. Shundan ko'p insonlar kanal ochib oladi, natija yo'q deb o'tirishaveradi. Siz 5 ta kanal oching, 10 ta kanal ochib ko'ring, 20 ta kanal ochib ko'ring, balkim keyin natijasi bo'lardir. Endi shu narsani inobatga olib do'stlar, shu fursatdan foydalanib, hozir biz notebookimizni olamiz, sehrli notebookimizni. Bu notebook ichiga hozir o'zimiz yaratgan va 1 yildan beri sinovdan o'tkazib kelayotgan ilovamiz bor. Ilovamizning nomi Shumtub, xudo xolasa yangi nom qo'yamiz birga. Bunda hozir testoviy nom turibdi. Bu ilovamiz sizga nima qilib bera oladi? Masalan, bundan oldin hozir gaplashib chiqdik. Stararek akkaunt degan panetalar bor, Navarek degan akkauntlar bor va AI bilan video taqiqlash, montajda video taqiqlash juda ko'p vaqtlarni sarflayapti-da. Aqlli bo'lish kerak. Aqlli odam yalqov odam bo'ladi-da. Yalqov odam eng oson yo'lda qidiradi-da. Steve Jobs ham shunaqa qilganki, eng yalqov Bill Gates, adashmasam, nima eng yalqov odamlarni ishga olgan. Negaki ular eng ish bajarishni oson yo'lini topib Oson yo'li hozir bizda xuddi shu avtomatizatsiya do'stlar, sizni o'rningizga tahlil qilib beradi, analiz qilib beradi. Siz o'rningizga videolaringizni yasab beradi, montajlab beradi, ovozlarini qo'yib beradi, kadrlarga bo'lib beradi va oxirida tayyor video chiqarib beradi. Men mana shuni YouTube'ga joylashtirib qo'ydim. Lekin shu joyini ham biz qo'shamiz, xudo xolasa, keyingi obnovleniyada chiqadi. Bizda hozir har hafta 2 ta 3 ta obnovleniya chiqyapti. Ya'ni sizni o'rningizga ham o'sha YouTubeingizni yurg'izadi, o'zi videolarni joylashtirib o'tiradi. CTR'lar tushib ketayotgan bo'lsa, u previewlarni o'zi almashtirib o'tiradi, opisiyalarni almashtirib o'tiradi, o'zi rejalashtiradi, hamma narsani o'rningizga qilib qo'yyapti. Bo'ldi. Ilovani kompyuterga tiqib zadacha berib ketasiz, ertalab ishingizga ketaverasiz, kechki payt kelsangiz 10 ta kanalingizga videoni taxlab qo'ygan bo'ladi. Shunaqangi imkoniyatlarni ko'p vaqtdan beri o'zimiz kutgan edik, lekin bu narsa chiqmadi hech kimda. Anu konkurentni ham qaradim, hozir anu chiqarib qolarmikan chala savodni. Bu chala savod chiqarib qolarmikan degan, lekin hech kim chiqarmadi. Lekin bu videolarni ko'rgandan keyin ham u chala savodlar bizning orqamizdan yugurishga shoshilishadi. Nima qilasizlar? Obunachi bilan obunachi yugurib, sandan o'tib ketaman deb, sporlashaman deb, o'ta olmaysizlar. Mingta подписчик o'tib ketgan bo'lsanglar, nicho strashniva, lekin bizda sifatli jonli auditoriya. Ko'p endilikda do'stlar, hozir professional tarzda qanday qilib YouTube akkauntni sozlashni o'rgatib chiqamiz. Oldingi skemalarni, oldingi fishkalarni hammasini esdan chiqarib tashlanglar. Ya'ni mana bu O'zbekistonning internetiga ulanib olib, telefonda yoki kompyuterda sozdать Google pochta qilib turib ochsangiz, u akkauntda bo'ldi, yurmaydi bundan keyin boshlab. Nimaga? Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. O'zbekistonni interneti deymiz-da. Mana O'zbekistonning interneti shunaqangi darajada hozir zaharlanib ketganki, IPlar hech qaysi bir YouTube akkauntingizda yurmaydi.
10 ta YouTube akkaunt ochasizmi, 30 ta ochasizmi, 40 ta ochasizmi, bittasi ham yurmaydi. Chunki IP zaharlangan. Bundan oldin eslasanglar, men IP zaharlangan telefonlar tam axlatga tashlaymiz deb videolar oluvdim. Shu yerda ham aniqligini kiritib berganman. Do'stlar, bizning IP bilan siz xohlagandek natijaga erisha olmaysiz. Lekin bizning O'zbekistonning interneti bilan siz ichki mana bu O'zbekistonni o'ziga SNGda videolar qilsangiz rekka chiqadi. Lekin biz Amerika YouTube deb shuncha paytdan beri aytib kelamiz. Amerika YouTube'iga chiqishi o'zini sir sinovatlari bor. Hozir men sizlarga shuni ketma-ketlik bo'yicha o'rgataman. Bizda Stararek deydigan понятие bor. Stararek degani shundan 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil oldin ochilgan pochtalar. Ya'ni YouTube qachon ommaga tarqalgan 2005-yili shu paytdan beri ochilgan Google pochtalar bor. 2006-yilgi, 2015, 18-yilgi pochtalar bor. Shu pochtalarni hozir qayerdan topishlikni birinchi masalaga ko'rsataman va u tayyor pochta bo'ladi. Ya'ni 3 ta funksiyasi yongan. 3 ta funksiya degan понятие bor YouTube'da, ya'ni birinchi funksiya bor. Bu oddiy siz YouTube akkaunt yaratganingizda yonadi. Ikkinchi funksiyani siz o'zingiz qo'l bilan yoqishingiz kerak. Ikkinchi funksiya nimaga kerak? Shtobi siz video joylashtirayotgan paytda 15 minutlik katta videolarni joylashtirish uchun yoki videoni ustiga preview qo'yish uchun kerak bo'ladigan funksiya bu. Uchinchi funksiyaga keladigan bo'lsak, bizda uchinchi funksiya bu monetizatsiyani yondirish uchun. Uchinchi funksiyangiz yonmadimi, siz monetizatsiyani yoqa olmaysiz. Shuncha qilgan mehnatingiz hammasi havoga uchib ketdi degani. Xo'sh, demak, hozir do'stlar kelinglar, 3-funksiyasi bor. Tayyor YouTube akkauntni 0 подписчиги bilan Stararek oldin ochilgan akkauntni qayerdan topamiz va uni proxy yordamida Dolphin, Octa browser degan anti-detect browserlar bilan qanday qilib Amerika Qo'shma Shtatlariga ulanishni ko'rsatib beraman. Undan keyin biz o'zimizning ilovamiz yordamida aynan shu YouTube kanal uchun bitta rolik taxlaymiz. Tam tarix yo'nalishidan nimadir yo'nalish xos tanlaymizda. Ana shu yo'nalishda tanlab, tayyorlab sizlarga ko'rsatamiz. Tak, demak, qaranglar, bizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsa bu oddiy Google pochtaga kirib olamizda. Google pochtaga kirganimizdan keyin Stararek akkauntni qanday qidirishni sizlarga tushuntiraman. Mana bu yerda yozamiz, qaranglar. Stararek YouTube deymiz. Va bizda birinchi chiqqan FonPay degan sayt chiqadi, qaranglar. fonpay.com. Ichiga kirsak, bizda eskidan bor akkauntlarning hammasi sotiladi. Xo'sh, ketma-ketlik bo'yicha bitta ko'rib chiqamiz. Qaranglar, Premium Stararek YouTube akkaunti 2005-yilgi tushunasizlarmi? 2005. 3 ta funksiyasi yongan. Geo na vыбор, tematikada 5 ta подписчиги bor. Kanal ochilgan 5 ta просто так подписчиги bor. Mana bu 2005 ni razogretый deyapti. 1000 rubl. 1000 rubl shunda bizda so'mda qancha bo'ladi? O'rtacha bir 150 ming so'm, 15 dollarda. Undan ham kamroq. Men masalan bir 10-15 dollar atrofiga siz hatto yuradigan akkaunt olsangiz bo'ladi. Yuradigan akkaunt bilan yurmaydigan akkauntda nima farqi bor sizlarga tushuntirib beraman. Yuradigan akkauntda rekomendatsiya funksiyasi bo'ladi, yurmaydigan akkauntda rekomendatsiya funksiyasi bo'lmaydi. Ko'p odamlar shu narsani bilmas ekan. Xudo keyingi roliklarda polni sizlarga razbor qilib beraman. Mana bu akkaunt yuradi, bu akkaunt yurmaydi deb. Akkaunt yurishi yurmasligi 4-5 kunda aniq bo'ladi do'stlar. Sizlar 4 ta 5 ta video qo'yasizlar, u yuradimi, yurmaydimi? O'sha siz analizga qarab turib fikr chiqarib olaverasiz. Xo'sh, demak, mana shu akkaunt sotmoqchi bo'lsangiz, siz bu avtor ustiga bosasiz va mana bu yerda kupit degan tugmacha chiqadi. 13.91 ekan. Примерно aytganimdek 15 dollar ekanda. Kupitni bosganingizdan keyin siz bu yerda xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zingizga bitta akkaunt yaratishingiz kerak bo'ladi. Akkaunt yaratgandan keyin balansiga pul tashlaysiz. Ana shu balansdagi pul bilan bu yerda сделка qilib turib sotib olsangiz bo'ladi. Da ozgincha qiyinroq, ozgincha tam ko'p odam qo'rqishi mumkin. Kelinglar, masalaga boshqa yana analogichniy formatini o'rgataman, analogichniy yo'lini. Bizda o'zimiz yaratgan shunaqangi Telegram botimiz bor. Bu yerda xohlagan narsani olsangiz bo'ladi. Nakrutka deysizmi, proxy deysizmi, anti-detect deysizmi, Google pochtalarmi yoki monetasi bor akkaunt, libboy narsani topsa bo'ladigan joy. O'zimizniki ishonchli. Tak, xo'p, mana bu yerda qaranglar, deyapti. Gmail akkaunt Samarek. Ketdi, bitta nazar tugmachasini bosib olamiz. Bizga kerakli narsalar qaranglar. Mail.ru, Fistmail, mail.com, Gmix xohlagan pochtangizdan bu yerda o'zingizga akkaunt ochtirsangiz bo'ladi. Gmailga bosib olamiz. Tak, mana bu yerda qaranglar, qidiramiz. Braziliyani, ruchnoy registratsiya, Samarek, Gmail. Mana bu yerda любой o'zingizga tanlagan akkauntni ustiga kupit qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda bitta shtuka qaranglar, 1359 rubl. Saytda qanaqa narxda, bu yerda ham xuddi shunaqangi narxda bo'ladi do'stlar. Bosasizlar, sotib olasizlar, sotib olgandan keyin sizlarga mana bunaqangi ko'rinishda tashlab beriladi. Channel deb yozib qo'ygan. Buni pochtani nomi, paroli, buni xohlagan paytda o'zingizlar o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Lekin maslahat beraman, bunaqa sotib olgandan keyin bir haftagacha o'zgartirmanglar. Biz sizlarning akkauntingizga kirib olmaymiz. Bu ishonchli, hamma taraflama, chunki mana bunaqa joy bor. Bugun olib turib, bugun o'zgartirib oladigan bo'lsangiz, подозрительный действие deydi. Ya'ni qurilmadan qurilmaga o'tyaptimi, o'sha подозрительный действие siz o'zgartirgandan keyin uni взлом bo'lyapti deb o'ylaydida, u безопасный rejimga ketadi. Ya'ni o'zini o'zi himoyalashga ketadi. Siz qurilmangizdan chiqib ketib qoladi, akkaunt yopilib qolish katta ehtimoli bor. Shundan ehtiyotkorlik bilan bunga qaraysizlar. Xo'sh, endi ikkinchi etapda biz nima qilishimiz kerak? Ikkinchi etapda biz Dolphin degan brauzerni kirib olamiz. Mana bunaqangi Dolphin degan brauzer. Buni hozir men sizlarga prinsipini tushuntirib beraman ishlashini. Xo'sh, mana bu yerda Google ga kirganimizdan keyin anti-detect brauzer deb yozamiz.
Tak, anti detect browser. Xo'sh, qaranglar, bizada bir necha anti-detect browserlar chiqib kelyapti. Tak, Bib browser, anti-detect browser, mana bu juda gana Dolphin, Okta browser bilsanglar, shundan 1 yil oldin biz Okta browserni o'zimizning darslarimizga qo'shganmiz. Lekin ayrim qavs ichidagi chala youtuberlar bor. Hozirgi paytda o'z darslarini pulga sotib turib, o'g'irlangan bilimlar bilan shundan foydalanayotganlar. Aldanib qolmanglar, chala chulpa bilimlarni qattandir mozaika qilib yig'ishni hojati yo'q. Biz sizlarga shu narsani hozir tekinga bermoqchimiz. Masalan, Okta browser degani yoki anti-detect browser degani bu nima? Aytaylik, sizlarda Google browseringlar bor. Shu paytgacha sizlar Google browser ishlatib keldinglar, ichiga kirib olsanglarda prosta YouTube deb yozib, ashta o'zida video joylashtiryapsizlar. Lekin bu narsa o'xshamaydi. Bu narsa bilan YouTube yurmaydi. Nimaga? Aytganimdek, O'zbekistonda turib siz Google pochtani yaratyapsiz. O'zbekistonda turib, siz nimaga kiryapsiz? Chrome'ga kiryapsiz. YouTube akkaunt yaratyapsiz shu Google bilan, videoni joylashtiryapsiz. Geologicheskiy qaraydigan bo'lsangiz, segment bilan siz O'zbekistonni o'ziga chiqarib beryapsiz bu narsani. Bu narsa yurmaydi. Bu yerdagi mana bu anti-detect browserning vazifasi browseringiz bor. Browserga siz proxy ulaysiz. Proxy degan uzun kod bor. Hozir sizlarga tushuntirib beraman nimaligini. Hammanglar biladigan, masalan, internet, Wi-Fi deymizda. Wi-Fi ga kiradigan bo'lsanglar va MyIP degan sayt bor. MyIP ga yozadigan bo'lsanglar, sizlarning uzun anaqangi kodinglar chiqib keladi. Ya'ni siz qayerda joylashganligingiz protokol nomi. Xuddi shu protokol nomini siz boshqa joydan, Amerikadan olib turib, xuddi shu anti-detect browser ichiga joylashtiradigan bo'lsangiz, bo'ldi. Vaholanki siz O'zbekistonda emas, Amerikada turgandek bo'lasiz. Demak, siz Amerikada turib, tayyor akkauntni olyapsiz, Google ga kiryapsiz. Shu anti-detect browser ichidan hozir ketma-ketlikdan har bir qadamni ko'rsatib beraman. Siz Amerikada turgandek videoni joylashtirasiz. Qarabsizki, amerikanskiy YouTube xuddi shu narsa. Bizda bu amerikanskiy YouTube, o'zbekskiy YouTube bo'linmaydi. YouTube o'zi bitta. Masalan, youtube.com degan sayt bor-da. Ko'p odamlar Amerika YouTube deb ketar ekanda, faqat Amerikada pul to'laydi deb. O'zbekistondan boshqa hamma joyda pul to'laydi. O'zbekiston, Tojikistonda pul to'lamaydi, Rossiyada pul to'lamaydi. Nimaga? Chunki sanksiyada hozir Rossiya. Atak qolgan davlatlarning hammasida to'laydi. Shuningdek biz nimani maslahat beramiz? Nafaqat Amerika YouTube'ga kiringlar. Tam Amerika YouTube bor, Britaniya YouTube bor, Kanada YouTube bor, Braziliya YouTube bor, undan keyin Meksika YouTube bor. Juda ko'p pul to'laydigan davlatlar. Yaponiya YouTube bor. Yaponiya YouTube degani siz qaysi tilda ma'lumotni siz kontentni berasiz, ana shu tildagi YouTube bo'lib ketaveradi. Shu davlatning YouTube bo'lib ketaveradi. Yana bitta qo'shimcha narsa, misol Amerika YouTube deyaptilar, yo nima? Meksika YouTube. O'sha davlat qiziqadigan ma'lumotlardan foydalanib video tayyorlasangiz, o'sha davlatga rekomendatsiya beradi. Shundagina, misol Meksikanskiy YouTube deyiladi yoki nima, Kanada YouTube deyiladi. Bu vazifanglarda sizlar qaysi davlatga birinchi kirmoqchilar, shu davlatda segmentatsiya auditoriya qilib chiqish kerak. Segmentatsiya auditoriya degani, ya'ni Amerika YouTube'ga kiryapmiz. Amerika YouTube'da o'zi bitta segment tanlab olasiz. 17 dan tam 25 yoshgacha bo'lgan segmentga men video taxlamoqchiman. Ana shu segment nimaga o'zi qiziqadi? Ongi nimani ko'rish xohlaydi? Shu narsada siz video tayyorlaydigan bo'lsangiz, rekka chiqib ketib qolish ehtimoli juda katta. Bu yerda rekka chiqish uchun juda ko'p qadamlar bor-da. Ko'p odam o'ylar ekan, hozir videoni taxlab qo'ydimi, tam xohlagan chala chulpa tayyorlashopman, tam BMG Drive'mi YouTube'ga qo'yib yubordimi, bo'ldi, prosmotr yig'ib ketaveradi deb. Yo'q, u narsa bilan prosmotr yig'ib ketmaydi. Bu yerda boshqa ishlar ham bor-da. YouTube ichiga kirib turib, siz birinchi YouTube tushunishingiz kerak. Anta chala savod YouTuberlarni eshitib olib, mana bu yo'nalishni qilsang, tam millioner bo'lib ketasan degan narsa yo'q. Shundan ketma-ketligiga rioya qilmasangiz, mana qanday avtomatizatsiyalarni, dolfinlarni ishlatmasangiz, hech qanday natija bo'lmaydi. Juda ko'p odamlar bor-da, masalan, qatlamda darsliklar sotib oladi-da, voy 4 ta rolik qo'yib qo'yadi, natija bo'lmayapti deb o'tiradi. Natija albatta bo'lmaydi. Bundan keyin ham natijalar bo'lmaydi. Agar sizlar mana qanday professional ishlamaydigan bo'lsanglar-da, bizning vazifamiz shu 2025-yilda qo'ygan, hozirgi paytgacha shu vazifamiz o'rinlab boraveramiz. Odamlarga sifatli, haqiqatdan bo'ladigan narsani o'rgatishdan, kurs sotib turib undan foyda qilish emas, boshqa odamlarga o'xshab juda ko'p ko'ramiz. Hozir qiziqtirib turib tam qayerdadir, qanaqadir stadionlarda tam progresslar qilyapti. Zachем bu narsalarning hammasida bo'ladigan narsani berish kerak, bitta yo'nalishga bog'lanib qolish kerak emas. Shu narsani aytib o'taman. To'shto ko'p joylarda hozir ahamiyat beradigan bo'lsanglar, yosh bola yo'nalish bo'lib ketgan-da. Biz ham yosh bola yo'nalishini berib kelganmiz, hali ham beramiz. Nimaga? Chunki ayrim bir odamlar keladi-yu, yosh bola yo'nalishi uchun keladi-da. Mana shu narsani o'rganmoqchiman deb turib. Lekin shunaqangi hozir fikrga keldiki, YouTube'dagi menejerlar bilan shunaqangi aloqalarimiz yaxshi. Aytishyapti, to'shto hozir yosh bola yo'nalishini hammasi shablonli kontentga aylanib qolgan. YouTube to'lib ketgan unaqangi yosh bola yo'nalishi bilan, mana BMG Drive, GTA, Taylorshop ahamiyat beryapsizlar, juda ko'p kanallar yopilib ketyapti. Prям massa yopilib ketyapti-da. Sabab shablonli kontent-da. Bundan keyin ham yopilib ketaveradi. Ammo qulog'ingizlarga ilib olgan boshqa odamlarning lamoniga ishonmanglar.
bor haqiqatga ishoninglar. Bundan keyin o'zimga shunaqangi vazifa qilib qo'ydim, maqsad qilib qo'ydim. Boshqa joyda kimnidir masalan aldab turib nimadir qilayotganligini ko'ramanmi, o'zim ham masalan borligicha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Haqiqatni, o'zi realni qanaqasiga pul topsa bo'ladi bu yerda. Maslahatim katta yo'nalishga kiringlar, doimiylik yo'nalish. Doimiylik yo'nalish degani masalan, hozirga bitta narsani ko'rsatib beramiz. Tarix yo'nalishi deymizda. Tarix yo'nalishi nimaga doimiylik tam? Bir hafta tam trendda bo'ladi, teleskopdan BMJga o'xshatdi, tam keyingi hafta trendda bo'lib qolmaydi. Bu narsa qaranglar. Kirdinglar, tarixni bilsanglar juda ko'p bo'ladi. Tam 1-asrdan boshlab tam 20-asrgacha oladigan bo'lsak ham sizda 400 mingta kontent chiqadi-da. Millionta kontent chiqadi. Siz bir asrni o'zidan 100 ta kontent chiqarsangiz bo'ladi. 100 ta video. 100 ta video degani tam 10 minutlik, 20 minutlik videolarda. Endi o'ylanglar, siz 21 ta asrni kamida 21 yil yasaydi-da. Kamida 21 yil yasaysiz. Agar sinchiklab tayyorlaydigan bo'lsanglar videolarni, shundan fikr chiqarish o'zingizlardan qaror chiqarish, tam qaysi yo'nalishga kiraman, maslahatim bor, kattalar yo'nalishiga kirish, tam bundan boshqa 400 mingta yo'nalishlar bor-da, tam true crime bor, trailer bor, kino yo'nalishlari bor. Hozir yasangan avtomatik dash kino ham chiqaradi. 180 minutlik videogacha chiqaryapti. 3 soatlik videolar chiqaryapti. Xo'sh, ko'p gapirmaymiz, ta'kidlab ko'p gapirib bo'ldim. Aytganimdek, Anti-Detect brauzeri skachat qilib bo'lganimizdan keyin mana bitta bizda create profile degan joyi bor. Create profilni bosamiz, mana bitta profil nomini qo'ying deyapti. Profil nomiga masalan birinchi akkaunt deb yozib qo'yamizda. Bu Anti-Detect Dolphinni ichida siz 5 tagacha bepulga akkaunt qo'shsanglar bo'ladi. 5 ta akkauntni mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'sh, demak, mana bitta qaranglar. Proxyni qo'ying deyapti. Proxyni biz qayerdan olamiz? Do'stlar, boyagi ilovamizning ichidan. Ya'ni mana bitta bot tashab qo'ydim. Bot ichiga kirsanglar siz o'zingizga proxy ham sotib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqasiga mana sizga proxy raqamini beradi, qaranglar. Uzun raqam ko'rasizlarmi? Mana shu uzun raqamni olamiz. Kopiya qilamiz. Kopiya qilganimizdan keyin bizani Anti-Detect brauzerimizga joylashtiramiz. Ham joyiga. Hop. Tak, joylashtirdik. Tak. Ketdi, create profile deymiz. Qaranglar, mana bunaqangi birinchi akkauntni yaratuvdik. Xuddi shunaqangi oynacha chiqadi. Start tugmachasini bosadigan bo'lsak, oynaning ichida yana bitta oyna yaratiladi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlaridan yangi akkaunt yaratildi deganida. Lekin biz hozir qo'shgan anaqamiz, proxyimiz, bu Kanada proxyi. Qaysi bir endi? Ha, ulandi. Mana ko'rsanglar bo'ladi do'stlar, bizda yangi oyna ochildi. Buni haqiqatan qanaqa ishlayotganligini biz bilib olsak bo'ladi. U uchun nima qilamiz? Mana bu yerga My IP degan sayt bor. Ya'ni meni IP'imni tekshirish degan. My IP deymizda saytga kiramiz. Birinchi chiqqan saytga va hozir ishonchli bo'lish uchun mana Google'ning o'zidan ham bitta My IP deb yozib ko'rsataman. Bizda ikkita brauzer turibdi hozir. Oddiy Chrome brauzeri va Anti-Detect brauzer. Ya'ni O'zbekistondan, Kanadadan, O'zbekistondan, Kanadadan da. Ikkalasini farqini ko'rsatib beraman. Mana bu O'zbekistondan ochilgan Chrome, hamda Toshkent bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar. Endi Anti-Detect brauzer ichiga kiraman. Tak. Pastrog'iga tushamiz, Kanada. Ko'rasizlarmi? Demak, bizning internetimiz hozir O'zbekiston internetidan tunnel orqali Kanadaning internetiga ulandi degan anaqani bildirib turibdi. Xabarni bildirib turibdi. O'shandan endi biz nima qilamiz? Xo'sh, bizda Amerika, Kanada deymiz. Kanada pochtamiz bor hozir. Kanada internetimiz bor. Endi bizning vazifamiz bu yerga sotib olgan o'zimizning stararek, ya'ni eski akkauntni qo'shish. Buning uchun mana bitta plus tugmachasini bosamiz va mana bitta yangitdan profil yarating deyapti. Eski bizning bilimlarimizni ko'radigan bo'lsanglar, biz eskidan yangi profil yaratishga o'rgatardik. Lekin ko'p holatlarda hozir eski profillar yaxshi yuryapti-yu, yangi profillar yurmay qoldi. Ya'ni 2025, 2026 ochilgan profillar yaxshi yurmayapti. Moderatsiyadan o'tmayapti, proverkadan o'tmayapti. Xo'sh, mana pochtani olamiz. Mana bu joylashtiramiz. Tak, kirdi. Endi parolini olamiz. Xo'sh, parolimizni kiritgandan keyin qaranglar, 2 bosqichlik parolni tering deyapti. Sizga 2 bosqichli parolni ham berishadi. Ana shu parolni telefoningizga autentifikator xuddi shu ilovaga kirib turib ulab olganingizdan keyin sizda mana bunaqangi parollar berib turadigan ilovaga ulanadi. Hozir mana shu parolni biz mana shunga kirgizishimiz kerak. Bu har bir daqiqada almashib turadi-a, parol? Xavfsizlik uchun. Tak, ko'rib turibsizlar, akkauntimizga kirib oldik. Mana Google'imiz. Endi akkauntimizga kirgandan keyin bizning vazifamiz YouTube deb yozish. YouTube'ga kiramiz. Va YouTube'imizni birinchi navbatda yilini ko'ramiz. Hozir nechinchi yil ochilingan? Tak, mana Google account.
Tak, more. 2018-yil ochilgan Google pochta ekan. Agar sizlarda o'zingizda ham shunaqangi pochtalar bo'lsa, 2016, 2018 shularni ishlatinglar. Maslahatim, hozirgi bugungi ochilgan akkauntga qaraganda yaxshiroq yuradi. Chunki 3 ta funksiyasi yongan bu yerda. 3 ta funksiyasini yonganligini hozir qayerdan ko'rsak bo'ladi. Tak, mana bitta YouTube studiyaga kirib olamiz. Xo'sh, YouTube studiyaga kirganimizdan keyin pastda qaranglar, unda setting degan knopkasi bor. Setting, channels. Mana, 3 ta knopka degan, mana 3 ta yashil bo'lib yonib turibdi, ko'rsam. Agar shu narsa sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, monetizatsiya qo'sha olmaysiz. Vdruk o'zingizlar yoqa olmayapsizlarmi? Bizga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga shu 3-funksiyani o'zimiz yoqib beramiz. Xo'sh, demak, kanalimiz tayyor. Buni yoki mana bunaqa qilamiz. Hozir ilovani ochamizda, o'zimizni yaratgan ilovamizni ana shu yordamida kelib 1 minutlik video tahlil ko'ramiz. Ya'ni tarix yo'nalishidagi tahliliy. Masalan, men senga yo'nalishni nomini beraydi. Hozir ilovani ochganda, ilovamizni birinchi ichki tarafini bitta tanishtirib chiqsaydi, nimaga yordam beradi, qanaqangi funksiyalari bor bu ilovaning ichida, nima videolar tahlil chiqara oladi. Bitta narsani aytaman sizlarga, nafaqat YouTube'da bitta video tahlasanglar bo'ladi, Instagram, TikTok, Facebook, xohlagan joyga sizga avtomontaj bilan o'zi bitta matn yordamida videolarni tahlil chiqarib beradi. Shunaqangi funksiyani ham qo'shamiz. Hozir o'zingizlardagi bor video mahsulotlar bo'ladi. Masalan, qayerdadir video olib qo'ygansizlar, ana shu videolarni ham bitga kiritadigan bo'lsangiz, sizni o'rningizga o'zi avtomatik montaj qilib beradi. Xohlagan tilga, xohlagancha montaj qilib beradi. Oldin tushuntiramiz. Bitta tushuntirib chiqaylik-da ilovamizni, qanday ishlashini, prinsipini, bundan oldin tayyorlangan qanaqa videolar bor masalan-da. Shularni ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu ilovamiz shumtib deb ataladi hozircha. Xo'sh, ilovamiz qila oladigan ishlari tez kunlarda avtodublaj, ya'ni rus tilidan ingliz tilidan o'zbek tiliga avtodublaj. Bu YouTube'ning o'zidan videoni yuklab olib, TikTok, любой ijtimoiy tarmoqdan yuklab olib, YouTube formatiga moslab beradi. Sal o'zgartirib. Kompilyatsiya deyiladi bu narsa do'stlar. Top list degan joy bor. Bunda kulguli videolar bor-ku, 10 kulguli video. Komediya videolar bo'ladi. Komediya videolar. O'shalarni tahlab beradi o'zi. Podborka, ya'ni qaranglar, masalan, internet tarmog'ida qanaqadir kulguli videolar bor. 1 minutlik, 2 minutlik bo'ladi-yu, xuddi shu narsani sizni o'rningizga internetdan har xil joydan kulguli videolarni olib, bitta podborkaga yig'ib, bitta top list qilib beradigan ilova. Shunaqa. Xo'p, bu kesish videolarni o'zingiz bilasiz, 3 soniyadan 5 soniyagacha bo'lganlariga YouTube avtorlik huquqini bermaydi. Ya'ni bu hamda nimadan? Avtorlik huquqini bermaganligi uchun shunga moslashtirib video tayyorlab beradi o'zi. Xo'p, futbol shorts bu ham xuddi shunaqa kerakli joylarni kerakli lavhalarni olib, o'zi futbol yo'nalishi bo'yicha sizga shorts videolarni, reels videolarni yoki long videolarni tahlab beradi. Bu monetizatsiya tekshiruvi esa, misol kimdir kanal tashlasa agar, shuni monetizatsiyasi bormi yoki yo'qmi, shu yo'nalishga kirsam bo'ladimi yo'qmi? Demak, bizda qaranglar, IT Layers degan sayt bor edi. Bizning o'zimizning eski darsliklarimizni, eski programmada bilsanglar, o'qiganlar biladi. Ma'lum bitta kanalni monetizatsiyasi bormi, yo'qmi, uni tekshirish kerak bo'ladi. Chunki sizda savol tug'iladi. Men bu yo'nalishga kiradigan bo'lsam, bu yerda monetizatsiya to'laydimi o'zi, to'lamaydimi deb. Xuddi shu narsani oldini olishlik uchun vaqtingizni tejagan holda ilovani ichiga kiritib qo'ydik, kirasiz-u, xohlagan kanalingizni silkasini qo'yasiz va sizga tekshirib beradi. Bu kanalda monetizatsiya bormi, yo'qmi va buni qilsa bo'ladimi, qilsa bo'lmaydimi bu yo'nalishni. Juda zo'r foydali. Bu logotip, har bir videoga o'zingizni logotipingizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Bu raqobatchilarni tahlil qilib beradi. Raqobatchilarni tahlil qiluvchi degani, masalan, sizda ma'lum bitta yo'nalish bor, aytaylik tarix yo'nalishi. Shu raqobatchini ko'rib chiqmoqchisiz. Qancha muddatda bu rekomendatsiyaga chiqdi, nechta video tahlilotdi, в целом analitikani qilib beruvchi shunaqangi maxsus funksiyasi ham bor. Bu filmlar esa ovozlashtirib beradi. Siz Пересказ filmov. Пересказ filmov degan bitta zo'r yo'nalish bor YouTube'da. Ya'ni ma'lum bitta kino chiqib qoldi. 4-avgust ertaga bizda O'zbekistonda Человек-паукni, Spider-Manni yangi filmi chiqadi. Уже 30-iyul chiqdi kecha. Ko'rgan bo'lsanglar, premyera juda shov-shum bo'lib ketdi. Shu narsani o'zimiz ham eslicha qilib ko'ramiz bu yerda. Ma'lum bitta filmni olamiz. Filmni kinoni shunaqasiga YouTube'ga joylashtirib qo'ymaysiz. Kinoni lavhalarini o'zi qirqib tayyorlab beradi va lavhani ustiga u ozvochka qilib beradi. Dublash, ya'ni kinoda nima bor, matni qanaqa, mantiq qanaqa kinoda, в целом kulminatsiya joylarini ko'rsatib berib turib, sizga kompilyatsiya qilib terib beradi, tayyor video qilib. Shunaqangi funksiya. Xo'p, endi asosiy funksiyalar shundan iborat. Yana xudo xolasa qo'shilib boraveradi yangi обновленияларда. Endi qaysi mavzuda video? Mana bunaqa qilamiz-da. Tak, Rim tarixini bitta qilib ko'raylik-da. Rim tarixi. Rim tarixida Yuliy Sezar deb yozgin. Xo'p. Rim tarixi mana bunaqa yoz. 1-asrdan 10-asrgacha
Rim tarixini video ko'rinishda yasab ber. Masalanda, xayolingizga nima keladi? O'zbekiston tarixi, Rim tarixi yoki biznes yo'nalishimi, yosh bolalar yo'nalishimi, stigma yo'nalishimi, hamma narsani bu yerga kiritganmiz. Xohlaysiz-ku, qaysidir odam oldiga borasizda, masalan, menga O'zbekistonni videosi kerak. Kim taxlab bera oladi? Hech kim taxlab bera olmaydi. Qiynalib ketadi odam, chunki 5 soat, 10 soat vaqt kerak. Uzun sizga video material taxlab berishlik uchun. Mana bu ilovamiz bitta matn asosida sizga videoni taxlab beradi. Yoki aytaylik, o'zingizga tayyor promptingiz bo'ladigan bo'lsa, videoda nima bo'lish kerak, qayerda qanaqa kadrlar bo'lish kerak, shu prompt yordamida ham qilib beradi yoki sizga ssilka yordamida. Aytaylik, siz YouTube ga kirdingiz-ku, ma'lum bitta konkurent ko'rib qoldingiz. Xuddi shu aytaylik, biznes yo'nalishida video qilgan. Xuddi shunga o'xshab birga bir ko'chirmoqchimisiz, uni ssilkasini olasiz, bu yerga joylashtirasiz, sizga birga bir qilib beradi. Birga bir degani rasmlarini birga bir emas, ichidagi ma'nosini, ya'ni gap so'zini birga bir qilib beradi yoki xuddi shu asosida sizga yangi video tahlil qilib beradi. Bitta mavzu bo'yicha. Mavzuni yozdik, 1-asrdan 10-asrgacha bo'lgan Rim tarixi bo'yicha video. Prosta og'zaki. Og'zaki yozdik. Zapis ekranda ko'rib turibsizlar, o'zingizlar ham. Hamda qaranglar, tilliga keladigan bo'lsak, bizda 40 dan ortiq til qo'shib chiqamiz. Hozir ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, yunon, turk, xitoy hamma tillar bor do'stlar. O'zi qiynalishlik yo'q. Liboy tilda ma'lumot qilib chiqarsanglar bo'ladi. Masalan, qaranglar, mana 40 ta til turibdimi? 40 ta til degani bu 40 xil kontent degani-da. Rim tarixini sen o'zbek tilida chiqarib olsanmi, qolgan tilda ham chiqaradigan bo'lsangiz, senda 40 tadan YouTube ga qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ishlar osonlashib ketyapti do'stlar. Hozir ingliz tilini tanladik. Sizga AI 5 xil mavzu chiqarib beradi. Masalan, ana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha video tayyorlasang bo'ladi. Tak, tushundim. Gapingizni bo'ldim. Uzr, mana bunaqa narsa ekan do'stlar, qaranglar. Siz masalan Rim tarixi bo'yicha menga video tahlil qilib berdingiz. Ya'ni videoni yaratib berdi u sizda. Xo'p deb u sizni eshitib oldi. Bu yerda umumiy sistema ulangan, ya'ni Gemini ulangan, sizga yana 5 xil variant chiqarib beryapti. Qara, tegida tanlab ol. Xohlasang men bu variantni qilib beraman, xohlasang bu variantni qilib beraman, xohlasang bu variantda, bu variantda deyapti-da. Shu yerda bitta hozir 5 xil variantni bizga chiqarib berdi. Agar bu yo'qmasa, yana boshqa xil variant chiqarib beradi. Endi yana bitta yaxshilik tomoni bor. Misol, dokumentalni formatda qiladigan bo'lsangiz, misollarni tarixiy, tarix bo'yicha, harbiy, ya'ni janglar bo'yicha, janglar tarixi yoki madaniyati bo'yicha yoki umuman Rimni biografik tarixini chiqarib beradi. Endi bu moslashtirib beradi. Nimaga bu narsalarni qo'shib aytganmiz do'stlar? Chunki siz prompt yozayotgan paytda esingizdan chiqib qolishlik mumkin-da. Qanaqangi formatda siz video chiqarmoqchisiz? Tam jangariymi, tam aytaylik kulturani ko'rsatib beradiganmi yoki tam qurilishini, siyosat ko'rsatib beradiganmi? Shu uchun sizni o'rningizga chiqarib beryapti. Xohlasang mana bunaqa formatda qilib beraman. Drog esingizdan chiqib ketgan bo'lsa deyapti-da. Shunaqangi aqlli ishlangan 1 yil vaqt ketdi-da. Qancha asab ketdi? Qancha asab ketdi, qancha pul ketdi bu yerga. Endi qaranglar, formatini ko'ramiz do'stlar. Bu yerda bir necha formatlar bizda mavjud. Birinchisi YouTube formati 16 ga 9 bilasizlar, gorizontal format. Hamma biladigan. Kelinglar, telefon namunasida sizlarga ko'rsatib beraman, formatlar qanaqasiga ajraladi. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda 16 ga 9 format bor. 16 ga 9 formati bizda mana bunaqangi format. Bilasizlar, kinoni hamma qo'li bilan shunaqangi ko'rinadi. Reelsdagi videolarni, shortsdagi videolarni biz mana bunaqasiga ko'ramiz. TikTok formati. Bu bizda 9 ga 16 formati, 1 ga 1 formati bor. 1 ga 1 formati bizda 4 burchak, oddiy format. Eski Instagramni ishlatganlar biladi. Undan keyin 4 ga 5 formati bor. Mana shu formatlarda sizlarga video tahlil qilib chiqarib bera oladi. Bu bilan men nima demoqchiman? Siz nafaqat bu ilova bilan YouTube yurg'izasiz. Xohlasangiz TikTok ham yurg'izish mumkin. Hozir biz TikTok darsliklarini ham qo'shib ketamiz, chunki TikTokda ham hozir prosmotr olib turib monetizatsiyaga pul olsanglar bo'ladi. Lekin u videolarni yasash uchun bu ilova kerak bo'ladi yoki siz o'tirib olib qo'lda yasashingiz kerak bo'ladi. Vaqtingizni qimmatbaho sarflab. Vizual uslub haqida ham bir tushuntirib o'ting. Tak, vizual uslub haqida qaranglar do'stlar. Videoni yaratishdan oldin hozir biz bunga zaпрос berdik. Bizga tarix bo'yicha, mana bu Rim bo'yicha 1-asrdan 10-asrgacha bo'lgan videoni tahlab ber deb turib. Bizda bu yerda aytyapti, formatni tanlab oling deyapti. 16 ga 9 formatni tanlab oldik. Undan keyin stilni tanlab oling deyapti. Sizga qanaqangi stilda chiqarib beraylik? Oddiy avto stildan o'zimizdan kelib chiqib chiqarib beraylikmi deyapti yoki fotorealizm stilida chiqarib beraylikmi, 2D animatsiya stilida chiqarib beraylikmi deyapti yoki 3D animatsiya stilida chiqarib beraylik deyapti. Anime stili bor, stickman stili bor yoki o'z uslubimda deyapti. Kelinglar biz hozir avto stilda qoldiraveramiz. 1 daqiqalik yetadi. 1 daqiqalik. Eng qiziq joyi do'stlar, boya Instagramga video qo'yuvdim, bitta aka mazza qilardim deb yozib yuboribdi-da. Mana bu joyda 180 minutlik bo'ladigan bo'lsa, 180 daqiqa chiqaradigan bo'lsa, demak kino ham chiqarsa bo'ladi deyapti-da. Qo'rqmasdan. Bemalol dokumental kino chiqarasizmi, o'zingiz kinongizni chiqarasizmi? Endi shunaqangi zamon keldi, har bir odam bitta kompyuter yordamida kino ham chiqarsa bo'ladi. Eslatib o'taman, uning uchun sizga qaysidir mana bu chala youtuberlar aytayotgan ekan, yosh bola yo'nalishi o'tayotgan, $2000, $3000 kompyuter bo'lmasa, bunaqangi pul topa olmaysiz deb. Mana. Oddiy $200-300 kompyuter bilan ham ishlasa bo'ladi. Bu ilovamiz yordamida biz shunaqangi chiqardikki,
oddiy tabaqadagi insonlar ham bemalol ishlay olsin. Bu yerda tabaqaga hech kim bo'lish kerak emas. Sen unaqangi masalan puling bo'lmasa yoki unaqangi kompyutering bo'lmasa unaqangi daromad topa olmaysan degan narsani cheklovni olib tashlaymiz. Liboy kompyuterda ishlasa bo'ladi, yaqinda telefonga ham chiqaramiz bu narsani. Xo'sh, bir minutlik qilib qoldiraveramizda, tezroq sizlarga ko'rsatib berishligimiz uchun ishlash prinsipini. Mana bitta qaranglar do'stlar. Tushuntirib o'tamiz. Videoda nima deyapti? Qaranglar, birinchi bosqichini o'tdik. Bizga matnni tushuntirib berdik, ssenariylar yozib berdi o'zi. Undan keyin bezash, ya'ni qaysi stilda qilmoqchisiz deyapti. Uni ham qilib oldik. Uchinchi biz funksiyasiga o'tamiz. Uchinchi funksiyasida vizual manba deyapti. Siz videoni qanaqangi ko'rinishda xohlayapsiz deyapti. Birinchi variant rejissyor o'zi tanlaydi deyapti. Biz hozir bu yerga rejissyorni ham integratsiya qilib qo'yganmiz. Rejissyor amma matndan kelib chiqib o'zi biladi. Masalan, rasm ko'rinishida yasaydimi yoki video ko'rinishida yasaydimi, AI video ko'rinishida yasaydimi yoki ochiq manbalardagi bor litsenziyaga ega, hech qanaqangi avtorlik huquqini buzmaydigan videolar yordamida, stop videolar yordamida taxliymanmi deb so'rayapti-da. Masalan, biz hozir bu yerda tanlasak bo'ladi. Faqat AI rasm yordamida, faqat AI video yordamida. Bu yerda AI o'zini integratori bor. Sizga xohlagancha bez limit tushunasizlarmi do'stlar? Bez limit. Bu bitta to'lov qilasiz, ilovaga siz bir oy davomida 1000 ta video chiqarsangiz bo'ladi. 1000 ta 10 minutlik, 20 minutlik, 30 minutlik videolar ham chiqarsangiz bo'ladi. Xo'sh, undan keyin deyapti, faqat stok yordamida, faqat mening videolarim degani masalan sizni o'zingizda oldindan olib qo'ygan video materiallaringiz bor, shularni joylashtirib qo'ysangiz, ana shu yordamida bu avtomontaj qilib beradi. Hozir biz nima qilamiz? 50 ga 50 qoldiraveramiz. Ya'ni 50 ga 50 degani 50% rasm bilan, 50% video bilan, чтобы sizlarga tezroq ko'rsatib berishlik uchun. Davom etishni bo'lsangiz, sahna yaratib bo'lgangacha bemalol o'zini ishini qilib yursa bo'ladi. Da, do'stlar, mana qanaqa narsada hozir o'rtacha где-то bir vaqtda qaraymizda 18:27 bo'ldi. 25 dan hisoblaylik. 18:27 yo'q, po faktu hisoblaydi. Baba gapirib o'tiribmiz, o'tam gapirmasdan tez qilib tashlaydigan bo'lsangiz 1 minutda ham buni taxlab tashlaysiz ichki nastroykalarni bitta urgan olgandan keyin. Mana 18:27 dan hisobladik. Hozir necha minutda bizga videomizni taxlab beradi. O'sha 14 ta sahnaga taqsimlab chiqdi. Qaranglar, 30 sekundda ichida ssenariylarni hammasini yozib chiqdi. Bilsanglar, bundan oldin masalan o'zimiz ham qiynalib ketardik-da. Uzoqqa bormaymiz, 2 oy, 3 oy oldinlardan YouTube akademiyasida biz qo'l bilan videoni yasashni o'rgatardik. Ya'ni mana GPT-larni GPTga birinchi kirib olasiz. Menga tarix yo'nalishi bo'yicha Rimni 1-asrdan 10-asrgacha bo'lgan videolarni ssenariyini tuzib berdi. U vashi tushunmaydi, tupik qiladi, qanaqa qilishni bilmaydi, chunki ma'lumot yo'q. Bilsanglar, sun'iy intellekt bu shunaqangi mashinniy обучениyaga ega. Siz nima bilan uni singdirib ketaverasiz, u o'sha osonlashib ketaveradi ishlashi. Bu yerga biz o'zimizning AI-larimizni qo'shib chiqamiz. Bizadagi fikrlash uchun, YouTube bo'yicha qobiliyati bo'lish uchun nafaqat YouTube, Instagramni ham tushunadi, TikTokni ham tushunadi. Hamma sun'iy intellektni tushunadigan va tarmoqlarni tushunadigan katta master ilova desa ham bo'ladi. Maza qilasan lekin ishlatgan paytda. Mana bunaqa joyi borda, masalan, bitta sahnani o'zing vruchnoy taxlab chiqish uchun kamida 1 soat vaqt ketadi-da. Sahnalarga bo'lib chiqish uchun uni 1 soatingiz unga ketdi. Ikkinchi soat siz uni har bir sahnani detal rasmini birinchi generatsiya qilib chiqasiz. Unga ham bir kamida 1 soat vaqt ketadi. Agar limitingiz tugab qolmasa agarda. Undan keyin u rasmlarni siz olib turib video ko'rinishga aylantirib chiqasiz. Unga ham yana 1 soat, 2 soat vaqt ketadi-da. U tez bo'ladigan narsamiz, bilasizlar, o'zingizlar video ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, bitta videoni generatsiya qilish uchun kamida bir 30 sekund, 1 minut vaqt ketadi-da. Mana bitta qo'rqmasdan. 500 ta 3 soniyalik u. 3 soniyadan 8 soniyaga chiqgan video. Bu yerda 500 ta 600 ta kadr bo'lib ketadi. Salkam 1 kun, 2 kun vaqt oladigan narsani hozir sizlarga 10-15 minutda chiqarib beradi. Sahna rejasiga o'tish. O'zdik. 27 endi 28-daqiqadan keyin hisoblaymiz-da o'sha. 28-daqiqadan-da. Bizda 1 minut o'tdi oradan. Tushuntirdik-ku orada. Endi ana shu tamom. Ayollar bo'lsa, bemalol ovqatini qilib o'tirsa bo'ladi. Toki video jarayonlari jarayon tugaguncha, misol erkaklar bo'lsa, ko'chaga chiqib ishini bitirib qaytib kelsa bo'ladi. Katta, uzunroq video bo'lsa agar. Qaranglar, o'sha tez taxlab tashlashini tik terib tashlayapti-da. O'zimiz ishlatib, o'zimiz mazza qilyapmiz. Shu paytgacha bu narsani biz demoda ishlatib keldik. Bundan oldingi dizaynlarini ko'rsangiz, vobshe odam qiynalib ketardi. Ichida buni o'tirib olib, "Aka, buni men qanday ishlataman? Buni men o'quvchilarga qanday tushuntiraman?" dedi. Shunda ham mana bunaqasiga osonlashtirib keldi va bundan keyin ham juda ham osonlashtirib qo'yamiz. Ya'ni oddiy bitta knopka bilan mana shunaqa video taxlab yubordi, siz o'zi mana bosib chiqarib beradigan holatga olib kelish uchun. Xudo xolasa, yil oxirigacha shunaqa bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Yil oxirigacha telefonga ham uni integratsiya qilishni hozir o'ylab turibmiz, чтобы bemalol telefoningizni ochib olib, bitta telefon yordamida shunaqangi video chiqara olishingiz uchun. Polni keraklilarini chiqarib qo'yadi, agar muammosini eng oxiriga qo'yib qo'yadi. 13 kadrga kelib qotib qolmaydi. 13 kadr. Programma to'xtab qolmaydi. To'xtab qolmaydi, dalch davom ettiradi. 11-12, 13-kadrni qiladi.
oxiriga kelib sizga aytadi 10-kadringizda qanaqadir muammo bor yoki buni o'zimiz yaratib olmadik, boshqa serverdan foydalaning deydi. Ichiga kirasiz, namunalar, ya'ni obrazец chiqarib beradi, o'sha obrazecni tanlab o'tkazib yuborasiz. Hozir biz do'stlar shunaqangi joyini ham qo'shamiz, bilsanglar, men shuncha paytdan beri sizlarga muzika yo'nalishi bo'yicha daromadlarni ko'rsatib kelyapman. Muzika yo'nalishida birinchi kun o'zida qancha daromad tushdi? 156 dollar. Kuniga короче $100 berib bordi, $100 berib oldi. Bugun 11-kunmi shunaqangi $1200 daromad topdi. Musiqa yo'nalishi bittagina kanal emas, sizlarga aytaman hozir. Xuddi shu yo'nalishni ham bu yerga hozir qo'shyapmiz. Maza qilib bitta prompt asosida muzika kanalida ham yuritish uchun videolarni olib o'tirasizlar. Ya'ni tayyor kliplar chiqarib beradi. Tayyor kliplar mazami? Bu yana bitta filson bor. Nimani? Birdaniga 4 ta kadrni sinxron tarzda ochib beradi. Mana, uje 7 ta tayyor. 1 yarim daqiqa vaqt ichida 7 ta kadr tayyorlab bo'ldi. Bu rasman bo'ladi, foto ham, foto va video. Kombinatsiya qilib chiqarib beradi-da. YouTube'ning qoidalariga zid bo'lmagan tarzda. Nimaga YouTube qoidalariga zid bo'lmagan tarzda do'stlar? Chunki buni ustidan biz 1 yildan beri ishlab kelyapmiz. Ya'ni постоянно upgrade qilib boraveramiz, Mana joyida ehtiyot bo'lgan, mana joyida bu qonunni buzib qo'ymasin, YouTube'ga tam siyosatini buzib qo'ymasin, avtorlik huquqini buzib qo'ymasin deb. Eng asosiy do'stlar, sizlarga maslahat beradiganim kattalar yo'nalishiga faqat kiringlar. Nimaga? Chunki YouTube hozir yosh bolalarni ko'p yo'nalishlarini yopib tashlayapti, bloklab tashlayapti. Bu tepadan bu gapni aytdim. Nimaga yopib tashlaydi? Bu ayrim o'zining sababi bor-da. Chunki yosh bolalarning yo'nalishida mantiq bo'lmaydi. Ya'ni kulminatsiya yo'q, syujet yo'q, mazmun yo'q, hech narsa yo'q. Prosta mana bunaqasiga clickbait content deyiladi. Clickbait yasab qo'yyapti, undan BMG Drive, U Drive, Mo Drive qilib turibdi, tam modbot qilib, da u narsalar ishlaydi, lekin har biri vaqtincha baribir. Vaqtincha. Masalan, bu yili masalan 17-iPhone trendda bo'lyaptimi? 17-iPhone trendda bo'lsa, bu faqat bu yili trendda. Sentyabrgacha. Keyingi yilida 18 chiqadi, 19 chiqadi yoki bu yili mana kepka trend bo'lyaptimi? Keyingi yili bu trendda bo'lmaydi. Yo'nalishlarda ham xuddi shu narsa. Masalan, boshqa joyda berilayotgan yo'nalishda u vaqtincha trendda bo'ladigan narsa. Biz shu narsaga hozir kirib keldik Akademik 2.0 da faqat kattalarning yo'nalishini berish va 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik, 5 yillik ishni maza qilib oldindan qilib qo'yishlik. Shundan faqat iloji boricha RPM katta yo'nalishga kiringlar. Yana bitta narsada u bolalar yo'nalishiga pul bermasligi, yopib tashlashiga sabab aytilganday, даже YouTube aytganday tartibda ham qilishmaydi-da. Hamma shablon kontent bir xil rasmni oladi, ikkinchi kadrga qo'yadi, 4 ga qo'yadi, birinchi kadrni. Shuning hisobidan ham tez kanallar yopilib ketadi. Chunki original kontent emas. Hozir YouTube o'zi nima deyapti? Agar siz original kontent yaratmaydigan bo'lsangiz, biz sizning kanalingizni ham chopib tashlaymiz, udalatib tashlaymiz va videolaringizni ham rekka chiqarmaymiz. Sizda syujetli liniya bo'ladigan bo'lsa, original kontent u videoingizni ham rekka chiqaradi va kanalingizga ham pul ham to'laydi, monetizatsiya ham to'laydi va kanalingiz ham yopilib ketib qolmaydi. Tak, bizda nechta kadr qoldi? Oxirgi bitta kadrimiz qolibdi. Shunda orada bizda tak 5 minut vaqt o'tibdi-da. 5 minut tushuntirganimiz ham bor-ku. 3 minutda, 3 minutdan beri ishlayapti. 3 minutda уже hamma ssenariylarni taxlab, kadrlarni уже generatsiya qilib chiqdi va hozir keyingi qadamiga o'tamiz. Uni ham ko'rsatib boramiz sizlarga. Уже audio doroshkalarni qo'shib chiqish. Bekorchilar bo'lsa Instagram, Twitter'si ham biladi jarayonda. Bunaqa paytdan. Hozir bizning videomizni qilib o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Videoni tayyorlab bo'ldi. Endi ovozlashtiramiz. Audio mix degan joyi bor. Buni bo'lsa agar videoni orqa tomoniga ham qo'shib qo'yib beradi, background muzikalar qo'yib beradi. Ovoz yaratish bo'lsa, diktor gapirgandek bo'ladi. Hozir ovoz audio mixni yig'amiz. Ya'ni orqa fondagi turadigan bilsanglar, tam hech qanaqangi ohangi yo'q, oddiy muzikalar bo'ladi, background. Shu narsani qo'yib beryapti. Ana nimandir shig'irlagani, qilishni. Eng qiziq joyi do'stlar, bilsanglar, YouTube'da ASMR videolar ko'p prosmotr yig'adi-da. Ana shu ASMR ham bitga qo'shib qo'yganmiz-da. Maza qilasizlar. ASMR xohlagancha pichirib qilib turib ham videoni chiqarib beraveradi sizga. Yaqinda ana qo'shiladi. O'zingizni ovozingizni, yuzingizni klonlashtirishda. Lip-sync ham qo'shmoqchimiz, ya'ni bilsanglar, gapirib o'tiribman, o'zbek tilida gapirib o'tirib turibman, shuni ingliz tiliga lip-sync qilib perevod qilib beradi. Ya'ni gapingizni buzilmagan holda, labingizga mos keladigandek qilib, siz o'zingizni ohangingizda, o'zingizni tembringizda bilan ingliz tilida gapirib turaverasiz. Ovozlashtiramiz ana. Bu yerda hozirda bizda 93 ta ovoz bor. 93 xil ovoz. Shundan eng qiziq joyi qaranglar. Masalan, 93 ta ovoz. Bizda 11 Labs degan ilova bor, shunaqangi sayt.
Yani har xil ovozlarni sizga chiqarib beradigan, o'tda sizga qanaqangi ovoz yoqsa, shuni ID'sini olib turib ko'chirib bu yoqqa qo'ysangiz, xuddi shu ovozdan foydalansangiz bo'ladi. Va eng qiziq joyi yana qo'shib o'tib ketaman. Eleven Labs'da o'zingizni ovozingizni ham klonlashtirsangiz bo'ladi. O'zingizni ovozingizni klonlashtirib, uni bu yerga ko'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mazzami? O'zi yaratamiz o'sha. Ketdi, qarang hozir. Turadi. Fir qilib to'lib qoladi. Shunaqangi qobiliyati bor bu yerda. Qirg'on-begon hisoblaydigan bo'lsak, bir 1 minutlik videoni 10 minutda chiqarib berar ekan-a? Undan ham tez chiqaradi. Faqat bir xilda internetga bog'liqda, internetga bog'liq. Internetga bog'liq, potokka bog'liq. Masalan, kunduz kuni chiqaradigan bo'lsangiz videolarni juda tez chiqarib beradi. Chunki kunduz kuni kam odam o'tiradi, kechki payt chiqaradigan bo'lsangiz ozgina sekinlashadi. Chunki serverlarga nagruzka tushadi. Orqa tomon background muzikani tayyorlab bo'ldi. Endi old tomon ovozga o'tkazadi. Dublyaj qilib chiqadi hozir. Ya'ni fonda gapirib turadi. Bu Amir Temur, bu Rim imperiyasi deb dublyaj xuddi shu narsa. Qilib to'lib qoladi. Hozirgina ko'rib videoni mazza qilib olasizlar. Ahamiyat berib turibsizlar, videoni o'chirmasdan oxirigacha olib turibmiz. Qanchalik osonligida yosh bola ham bu narsani qila oladi. Yosh bola o'ziga nima video kerak bo'lsa, mana shundan qo'yib yozib olaveradi. Bu narsalar bizdan maktablarda ham juda foydali-da. Kollejlarda ham, institut, universitetlar bor. Chunki diplom ishlari bor. Hamma taraflama zo'rda. Zamonaviylashib ketdi. Uje o'zlashtirib bo'ldi. Endi subscribe tugmasini ham qo'shib qo'yamiz, ya'ni obuna bo'lgan. Men tushuntirib berish shu joyini, subscribe tugmasi bu faqat YouTube da ishlaydigan narsa. Do'stlar, bilsanglar, YouTube ga video qildinglar-yu, videoning orasida menga obuna bo'l degan knopka chiqib keladi, tring qilgan. Shu narsani avtomat tarzda qo'shib qo'ysa bo'ladi. Uni yoqib qo'ysa ham bo'ladi, o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Hozir yoqib qo'ydik, chunki biz YouTube uchun video taxladik. Yana bitta qo'shimcha narsa bor. Har bitta videoda individual o'zi joylashtiradi. Misol, birinchi videoda 22-soniyada bo'lishi mumkin, ikkinchi videoda 50-soniyada qo'yadi. Hammada har xil. Bu shablon kontentni oldin olish maqsadi. O'zi shunga integratsiya qilingan. Videoni yig'ish boshlandi. Endi yig'ishga 1 daqiqa ham vaqt ketmaydi, o'sha videoni yig'ishga. Hozir ko'ramiz, 1 daqiqada montaj qilib chiqadi. Hattoki KapCut'ga ham даже pul to'lanmaydi-da. Mazami. Endi bu narsani mana hisoblab ko'ramiz-da, qara bunyod. Agar odam o'z qo'li bilan, mehnati bilan xuddi shunaqangi oyiga aytaylik 100 ta video chiqarmoqchi-da. Bu ilovamiz hozir 500 ta video chiqara oladi oyiga. Ulgurgancha. Ulgurdingizmi, chiqara olasiz masalan 1 oy davomida. Cheklov yo'q, hech qanaqangi full bez limit, unlimited. O'zingiz shunaqangi unlimited qilishingiz uchun ilovangiz bo'lmasa qancha pul ketadi? Hisoblab ko'ramiz. VO unlimited qancha turadi? Birinchi oy $125, unlimited $250. Unlimited $125lik. Tayyor 1 daqiqa vaqt ko'rsatamizda. $125 24 ming kredit beradi. $250 unlimited. Unlimited shunaqa. 24 ming kredit bilan u yetmaydi senga 1 oyga. Mana bitta hozir $250 sizda rasxodingiz bor VO'ni o'ziga. Agar o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, ilova yordamisiz, undan keyin siz Eleven Labs olasiz $30, уже $280 bo'lyaptimi? 1 million ta token beradi $99. $100 ekan. Уже sizda ketdi $350 ketdi. Undan keyin CapCut'ni olasiz $20 ga. Shunda qancha bo'lyapti dedi? 350, 370 bo'lyapti. Undan keyin siz Gemini olasiz $20 ga, 300, короче $500 ga boradi-da. $500 ga boradi. Shunaqangi siz oyiga 100 ta 200 ta video chiqarishingiz uchun. Bu ilova undan ancha arzon. Ana videomiz уже tayyor. As the sun dipped below the horizon, the clash of steel echoed through the valley. Rome's legions, fierce and unyielding, surged forward against their foes. Bu yerda yana bitta narsa bor. Yuz ham o'zgarmaydi. Bundan keyingi obnovleniyalarda yuz ham o'zgarmaydi. Agar rasm kiritib qo'ysangiz, o'sha rasm buzilmaydi. Men o'zim sinab ko'rdim. Videoni ko'rgan. Mazza qilgan videoda, sifatida. Yana bitta narsa bu shundoq shu yerda kelgan prompt hech qanaqa yozmadik uni oldindan tayyorgarlik mana subscribe knopkasi oldindan tayyorgarlik ham qilmadik, просто xayoldan kelib qoldi shu videoni chiqaraylik degan narsa. Chessboard of power would reshape the fate of nations for generations to come. As the embers of battle faded, whispers of Rome's ambition. Bular konkretni prosmotr bo'ladigan narsalar-da. Udержанияsi мощный bu yerda. Kadrlarni ko'ringlar, rakurslarni ko'ringlar, masaligini. Bitta joyi bor. Rasm, bitta rasm, bitta video, bitta rasm, bitta video. Kombinatsiya. Buni ko'paytirsa ham bo'ladi, kamaytirsa ham bo'ladi. Rebellions simmered. Loyalty was a fragile accord. Would the legacy of expansion forge unity or ignite discord? 10 minut vaqt ketdi. 10 minutda bitta tayyor 1 minut, почти 1,5 minutlik video oldik. Endi 1 soatda
smelo 10 minutlik videoni tahlil oladi-da. Endi qara, mana bunaqa Uncha vaqt qilamiz. ketmaydi, ancha Matematik ketadi. hisoblab ko'ramizda. Oddiy matematik va любой narsani konversiyasini chiqarganda eng ko'pi bilan hisoblaysanda. Shunaqa. Eng minimum bilan emas, eng ko'pi bilan. Masalan, soatiga 10 minutlik video tahlil o'tgan bo'lsa, demak 10 soatda 10 ta video. 24 soatda siz demak bir kunda 20 tadan 25 tagacha 10 minutlik video tahlilsangiz bo'ladi. 20 tadan 25 tagacha degani bu 10 ta kanalga qo'yadigan bo'lsangiz, siz har biriga bittadan qo'yasiz faqat. 20 ta video chiqardingizmi, 20 ta kanalni bir kunda yurg'iza olaman degan narsa bu. Men bir tanishimni ukasi oldi shu ilovani. Bir kunda 21 ta kanal aka o'ynab kulib ishlataman dedi. Endi men u mutaxassis bo'ldi. Negaki, birinchi videoni shundoq kadr tayyor bo'lish bilan sразу ikkinchisi start beradi. Yarim kun vaqt ketmaydi menga deydi. Bu narsani do'stlar biz hozir onlayn darslarga ham kiritamiz va offlayn darslarga ham kiritamiz. Eski bilimlarni hammasini biz olib tashladik. Faqat yangi bilimga o'tdi. Yangi bilimimizning nomi bu Full Обновленный Akademiya 2.0 avtomatizatsiya deyiladi. Ya'ni faqat shu ilova yordamida 10 ta, 20 ta, 30 ta kanalni birdaniga boshqarish o'rgatamiz va birdaniga bitta kompyuter yordamida sizni o'zingizni mehnatingizsiz bitta prompt asosida u yaqinda shunaqa narsani ham qo'shamiz, sizni o'rningizga YouTube ham yurg'izib beradi. Full mining degani-da bu. Bilsanglar bilasizlar deydi. Bir marta apparatni tokka tiqib, pul ishlagan. Tokka tiqib qo'yasiz, o'zi ishlab yotaveradi, siz o'rningizga YouTube'ingizni ham yurg'izaveradi, Instagram'ingizni ham yurg'izadi, TikTok'ingizni ham hamma taraflama yurg'izaveradigan ilova. Fayl tayyor bo'lgandan keyin papkaga ham o'zi joylashtirib qo'yish, shunda papkani o'chirish. Bo'ldi, tayyor, mana YouTube'ga joylashtirsang bo'ldi-da. Tayyor, yo'q. Ovoz ham kerak emas bunga. Agar offlayn kurslarimizga qo'shadigan bo'lsak, dars muddati kamayadi-da, to'g'rimi? Mana bunaqa narsada oldin biz darslarni 1 oy o'tardik-da. Nimaga 1 oy o'tardik? 1 oy degani 15 kun, cherizdan bo'lganda 1 oy bo'lyapti-da. Чтобы odamlar qo'l bola uslubda montaj qilishni o'rgatardik. Eng birinchisi 1 hafta 10 kungacha asosiy montajga ketardi. Kadr bunaqa qo'yasiz, bundan qo'yasiz, bundan qo'yasiz. Ana shu narsaga ko'p vaqt ketardi. Endi shu narsani biz 2 barobarga qisqartirdik. Ya'ni 5 kun, 6 kunning ichida siz full professional darajada YouTube'ni ham o'rganasiz, plus ilova yordamida video chiqarishni ham o'rganasiz. Birinchi kundan boshlab keldingiz-u, sizga mana bu stararek kanallarni qanday ochish va navarek kanallarni qanday ochish, ikkinchi kundan siz ilovani sirasi ishlatishga o'tib ketasiz. Ya'ni ilovada video tahlash va uni YouTube'ga joylashtirish, full work. Bu yog'iga eski narsalar yo'q, ammo yosh bolalarni bir narsa yo'nalishda degan narsani olib tashladik, faqat full kattalarning yo'nalishi. Bilsanglar bilasizlar va kelsanglar kelasizlar. Shundan batafsil ma'lumot olish uchun do'stlar, darslik bo'yicha, ilova bo'yicha va hammasi bo'yicha shu quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki pastda ham kontaktlarni qoldiraman. Tanlov o'zingizdan. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Ko'rishguncha salomat. Aloqadamiz.